bir ayol, Qirg'izistonlik bir ayol mana Moskvada turadi. Sol ayol o'sha meshit bitgancha ay sayin $100 solib turadi bu jana. Bola chaqasi ko'p, kuyovi biroq beynamaz. Ustoz deydi, mening deydi, astasgan baylig'im yo'q deydi-da, mening astasgan baylig'im yo'q deydi. Biroq sol meshitda deydi, bir bola qari bo'ladi bo'lsa, so'ga mening de bir sebebim tegan bo'ladi qo'y. Ertan Allohning oldida yuzim jarq bo'ladi qo'y deydi-da. Allah ajrini ziyoda qilsin. Alhamdulillah bizning qirg'iz bavurlar atasına rahmet. Mana avulda yurib qaz adamlar meshitga kela olmay yurgan avulda yurib. Saqal qo'ya olmay yurgan saqal. Masda o'ram olmay yurgan misolda qirg'iz bavurlarimiz sol Moskvaning tubinde, O'rislarning shaharida saqallarini qo'yib, o'ramalni o'rab, kechki namozga borib, Qur'on jattab, sol Moskvada qari bo'lib atgan yigitlar bor. Atasına rahmet. Biz avulda yurib meshitga kela olmayapmiz. Ko'chada yurgan ishtonimiz jirtilib ketayin deydi. Bir kitobda ashib, muallim seni nemizin bir Qur'onda olib o'qiy olmaydimiz. Qancha aytganing og'zi yomon, chilaganing ko'zi yomon. Nemnenge sen kekireysin, baysinba baylig'ing o'zingga, ertan qabrga tirjalash kirasan. Kuchlisinba, ertan qabrga borasan, shiriysin. Sening butun yetingning barlig'i qurt qumursqaga jim bo'ladi. Kimsin sonda? Kimsin? Attegi ömrüm deb qolasin.